WhatsApp negrilar qo'mdaysizlar, yaxshimisiz? Sizlar bilan men Kruzovuz yoki Kruzovmi? Короче, bugungi videomiz xuddi prevyuda ko'rganingizdek o'sha mashhur sidlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi sidimiz o'zi hamma biladi, ko'pchiliklar bilmasa ham kerak, bu Mimi degan sid. Menimcha buni ko'pchiligimiz bilsa kerak. Balki ba'zilar bilmas. Shunga ham ko'rsatyapman. Hop mana kiryapti va mana shunaqa ajoyibgina, shinamgina Mimi sididagi такой легкий degan qishloq. To'g'rimi Shitil, yaxshimisan? Ha, yaxshi, qalisan o'zingchi. Men zo'r. Qalisan? Yaxshi. Nima sotasan? Shitillar ajoyib narsalar sotadi. Anchagina yaxshi yashashga yaroqli bo'lgan qishloq. Bizda keyingi sidimiz esa 73. Menimcha buni ko'pchilik odam bilsa kerak. Agar sizlarda ham sidlar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Kommentariyaga 100 ta, 50 ta, 100 ta sidlar yozib tashlanglar. Bitta odam 10 ta sid yozsa, xohlagan o'zi biladigan sidlarni mesela Mimi deb yozaylik. Mana Mousi shunaqa o'xshash sidlarni aytinglar, men yozaman. Xo'p. Mana 67 ga kirib oldik. Sizlar shu spam bo'lasizlar tagilar. Agar sizlar Washington spam bo'lishingiz mumkin-da. Washington spam bo'lishingiz mumkin. Bu tarafga qarab bosh tarafga ochib qo'ysangiz daraxtlar chiqadi. Daraxtlar chiqadi. Va mana bu yerda katta qasr bo'ladi. Qalaysiz, kattagina, shinamgina qishloqcha. Menimcha buni ko'pchiliklar bilardi. Va qani bizda keyingi sid. Sidagi qishloq qani go. Bu yerda esa ikkita katta qishloq bor. Bitta ikkita ko'z esa va ikkita kattagina qishloq. Esingizda bo'lsa, men bundan oldingi shu qishloqqa ko'chib kelgandim. Ana jitlarım yuribdi. Jitil qalaysan? Yo'q, Rizon semirsan? Ha, bilmanda. Qani sandiqda. Sandiqda shunaqa narsalar bor, bemalol kirib o'ynayveringlar. Jitillar bilan gaplashsangiz ham bo'ladi. Ha, Jitil. Men tanimadingmi? Kuruzoman, Kuruzoman. Ya, Kuruzo qalaysan? Zo'r. Men uyim mana. Yashashangiz. Nima deyapman? Yashasangiz bo'ladi. Buni esa odamlar narsalar. Keyingi sidimiz esa ilhom. Menimcha buni 100dan 10% odamlar biladi. Sizlar bilmagan bo'lsangiz, endi bilib olasizlar. Mana qilyapti va oppa. O'sha qarab tepa panaga qarasangiz, bu yerda kichkinagina qishloqcha bor. Bemalol yashasangiz bo'ladi. Hattoki bitta ko'zitsasi ham bor. Ichida mana shunaqa narsalar bilan. 9 ta bor. 2 ta olmos. Temir, kirka va qilich. Yaxshi. Bizda 5-sid esa Husanov. Menimcha buni ham juda ko'p odamlar biladi. Bilmasangiz bilib olasizlar. Mana Clay deb qoldi va o'yinga ham kirdi. Qishloq qani desangiz, ochasizlardagini o'shlarga qarab ochsangiz, mana shu tarafda yerish qiyin bo'lyapti. Shu yoqda uzoq emas. Shu yerloqda. O'sha yerda bitta qishloq chiqadi. Ag'darish kerak ozroq. Lekin 100% chiqadi bu yerda. Mana shu yerda chiqadi. Hop.
Xo'sh. Qibdiramiz a. Xo'p. Menga bu yerda qishloq chiqardi. Qayerda qoldi qishloq? Balki kimdir o'g'irlab ketgandir. Ham mayli, keyingi setga qani go. Bizda keyingi set esa Kriko degan so'z. Menimcha buni deyarli hech kim bilmaydi. Men o'zim o'ylab topganman. Shu yerda spam bo'lasizlardagini atrofga qaraysizlar. Ozgina qochish bo'ldi. Va shunday qilib uchsangiz, ixchamgina bitta qishloqcha chiqish kerak hozir. O'chil. Xo'p. Chiqish kerak. Oy, qayerda qoldi Kriko? Yo, mana. Chiqdi, ko'ryapsizlarmi? Yana bitta suvga sakraymiz. Uy, like bosasizlar. O'xshamadi. Bo'lmaydi. Lekin bitta mana shunday qilsak bo'ladi. Qani go bizda keyingisi esa Koko. Buni menimcha juda ham kam foiz odamlar biladi. Nega uni juda ko'p ming kishi tomosha qilayotgan bo'lsa, anchasi o'rganib oladi. Mana mening esa Shajdat bo'ldi. Nima dedim? Shazdayt mer bo'ldi. Shunaqa tepalikka spam olasizlar, o'sha qolib bo'ladi. Mana shu to'g'ri bitta ag'darib o'tsangiz, mana shu yerda qishloqcha bo'ladi. Davoy ikkinchi suvga tushishga harakat qilamiz. Oy, o'xshamay qoldi. Lekin bu yerda ajoyibgina qishloq. Siz buni bilarmidingiz? Agar sizlarda ham sizlar bo'lsa, bemalol kommentga yozinglar. Bu 9-set edi. Endi navbat oxirgi 10-setga. Agar sizlarda ham set bo'lsa, hozir kommentga yozinglar. Kommentlarni to'ldirib tashlanglar, juda ko'p set yozinglar, bilsangiz hammasini yozing. Xo'p, ana endi bo'lsa, bizada keyingi setimiz juda ham mashhur YouTuber emas-ku, lekin juda ham mashhur. Shunaqa Minecraftdan videolarim chiqargan Ultra 07. Agar u ko'rayotgan bo'lsa, kommentariga ha deb yozinglar. Yo'q, siz yozinglar, korоче. Siz mashhur YouTubersiz, sizni hurmat qilaman. Obunachingiz 1,5 mingta. Hademay 1500 ta bo'lasiz. Yaxshi, lekin omad tilayman. Ona kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Mana Minecraftga ham kirib qoldim. Va. Agar qishloq chiqsa, like bosib qo'yinglar. Bu yerda menimcha qishloq yo'q, lekin o'ltirishga harakat qilamiz. Qani go, o'ltiramiz. Siz legendasiz, o'ltiramiz legenda. Qishloq chiqaraylik endi bitta, qiyin emas-ku. O'ltiradi sharmanda qilib qo'ymaylik. O'ltiradi sharmanda qilmaymiz degan umiddaman. O'ltiradi sharmanda bo'lmadi. Mana o'sha o'ltiruvizning qishlog'i deyolmayman-ku. Lekin qanaqa taqvoy qishloqligini qaranglar. Kattagina, ixchamgina qishloqcha. O'ltiramiz. Shu qishloqda do'xingiz yetsa yashang. Qani bir uyga kirib ko'raylikchi. Obsidian bor ekan, yaxshi. Xo'p. Videomiz shu joydan o'z nihoyasiga yetadi. Video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Cheki bittizoq 200 ta bo'lishim kerak. Qani go, o'tirishga yetib olaylik endi. Qaranglar, o'tirish juda ham mos keladi qishloqda 3 ta uyi bor. Sanaylik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ta uyi bor. Ommalar bak bo'lmagan. Azgina. Shularni bitta taylasizlar.
Я ултраус коммунистический игрок, ой, тебе рекламить. Neler pıtap da şeyler короче. Pıtama sizden bunlar başka konular var. Kanı pes düşeriz. İyi ultros liginde. Hemen de hayal. O bundan like basıyor işine çıkmasın.